Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Ömer bo'laman. Aziz ko'ruvchilarimizning suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va hambarlashni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi Muhojirlar komitetining mudiri Po'lat Saim apandi. Suhbatimizga xush keldingiz Po'lat apandi. Hoş buldum. Assalamu alaikum hammalarga. Hammalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Rahmat. Yana bir mehmonimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi Qonun komitetining mudiri Mehmet To'xta apandi. Suhbatimizga xush keldingiz Mehmet apandi. Rahmat, hoş bulduk. Hammalarga salom. Oxirgi mehmonimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki sobiq tadqiqot komitetining mudiri Anvar Ahmad apandi. Suhbatimizga xush keldingiz. Rahmat, riyosatchi apandim, shundoqla ekran oldida o'tirgan barliq qarindoshlarga salom. Aziz ko'ruvchilarimiz, bugungi suhbatimiz shu dunyo miqyosidagi Uyg'ur muhojirlar masalasi to'g'riliq bo'ldi. Shuning uchun bugun bizniki aziz mehmonlarimizga o'zimizning savollari orqali javob topmoqchi bo'ldik. Shu dunyodagi bo'libmi Uyg'urlarningki Yevropa va Amerikadagi siyosiy panohlik va muhojirlar masalasi to'g'riliq. Anda bo'lsa suhbatimizni rasmiy boshlaylik. Birinchi savolimiz Po'lat Saim apandiga. Muhojirlar masalasi Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozirgacha eng jiq vaqtini va iqtisodini sarf qilib kelayotgan masalalarning birisi. Shuning bilan birga bu xizmatni qilganlarga xatarlik bir vazifa. Mushunday xatarlik vazifalarni o'tagan bir necha hikoyalarni o'z og'zimiz bilan qurultaydagi qarindoshlarimizdan oldik. Shundoq bo'lishiga qaramay Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu xizmatni nihoyat yaxshi ishlab kelyotdi. Hem bundan burun ikki qitim maxsus muhojirlar qo'llanmasi tuzildi. Bu qo'llanmani qalamga olg'uvchilardan Mehmet To'xta apandi bilan Anvar Ahmad apandim oramizda o'tiribdi. Demak, ishlangan xizmatlar nihoyat jiq. Shunga oldi bilan muhojirlar komitetining mudiri Po'lat apandidan bu komitetni bir tushunib boqaylik deyman. Muhojirlar komitetining vazifasi nima ishlarni qildi? 7-chi qatimli qurultaydan keyin yana qanday yangi vazifalarni boshladi? Qani marhamat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ekran oldidagi barliq ko'ruvchilar. Hammanglarga o'tliq salom. Endi bu biz muhojirlar Dunyo qurultiyiniki muhojirlar komitetiniki ishni boshlashdan oldida endi bu xalqimizga ozroq Dunyo qurultiyiniki muhojirlar komitetining nizomnomasidan ozroq qisqacha so'zlab beray. Endi Dunyo qurultiyi muhojirlar komitetiniki asosiy vazifalarining biri chet ellarda yashayotgan, vatandan qochib chiqqan va siyosiy panohlik tilagan barliq Sharq Turkiston qarindoshlarga mas'ul komitet bu. Yani birisi har qaysi ellarda Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar, Qirg'iz qatorliq siyosiy qochqinlarni jiddiy qutqizish xizmatlariga mas'ul bo'ladi. Yani birisi Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki muhojirlar komiteti yana BDT musofirlar oliy komissarligi va uning har qaysi ellardagi organlari bilan har zaman yaqin dialog ichida bo'lib, her qaysi ellarda xavf ostida yashayotgan Sharq Turkistonlik ichida Qozoq, Uyg'ur, O'zbek, Tatar, Qirg'iz qatorliq millatlarimizningki musofir muhojirlarimiz haqida ularni vaqtida sistemalik doklad bilan ta'minlashga kafolatlik qiladi. Hem bu muhojirlar komiteti mana hozircha shu qisqa shularni so'zlab turay. Bizning nizomnomamiz to'g'rida muhojirlar komiteti shu prinsip bo'yicha biz xavf ostida qolgan qarindoshlarimizga uzun yillardan jiddiy tutish qilib ularga har yo'llar bilan biz yordam qilib keldik. Hem yordam qilyapmiz. Qilayotgan ishlarimizni hamda aniq aytsak Dunyo qurultiyi hozirgacha xavf ostida qolgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni yordamini to'xtatib qo'ygani yo'q hozirgacha. Endi so'zlab kelsak, mana Saudiya Arabiston, Misr, Marokko deymiz, Indoneziya, yana Taylandki
qarindoshlarimizni har zaman ular bilan aloqalashib, ularningki ishlarini qilyapmiz, qaytirilish oldida turayotgan xavf ostida qolganlarni jiddiy yo'llar bilan tegishli o'rinlarga ularga ma'lumotlarni yetkazib, ularning qaytirilib ketish, Xitoyga qaytirilib ketishining oldini olib, ishlarni hali yomon emas qilib keldik hozirgacha. Endi bu bizniki hozir jiqroq qilayotgan ishlarimiz, hamda boshqa yerdan turibdi. Men Taylandnikini ozroq so'zlasam, bu Taylandda o'tgan yil emas, o'tgan oy. Bu yil 1-oyning 17-si Taylandda shu ikki butxona portlatgan gumoni bilan tutilib turgan 7 yilning yaqin turibdi. Ularning sotiga biz Dunyo qurultiyi muhojirlar komitetidan odam avatib, bu sotning tarjimonligiga qatnashtirdik. Lekin buningga shu Xitoy aralashib olib, ko'p hollarda bizga to'sqinlik qildi. Lekin shunda bo'lsa-mu biz uningki jiq tarjimonligini yana qildik. Shundaq bir avarchiliklar bor. Onun tarjimonimiz kelgan vaqtida Xitoy elchixonasidan adam kelib avarchilik qildi. Endi Xitoy hukumatiga, Tayland hukumatiga Xitoy besim qilib, shundaq kelgan odamlarimizning keyiniga odam silib, shunda xatarliklar ostidami hali ishlarimizni yaxshi qildik. Endi bu Taylanddagi bolalarningki shu sonini ham arxivlarini yig'ib sunadigan yerlarga sundik. Bo'lib shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga oldingi haftada sundik. Ularning ayt yaxshi ketyapti. Xudoyim bo'lsa, ularga osonlik berib, bir kunlarda qutulib bu yerdan ozod bo'lib chiqib ketadi deb o'ylayapmiz. Endi shu asosliq endi bizniki qilayotgan ishlarimiz shu. Endi bizniki doim yordam beradiganlar ishlarimiz shu. Bo'lsa endi bizniki hozirgi planlarimiz shu. Dunyo miqyosidagi bu Sharqi Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar, Qirg'iz deymiz. Muhojirlarning arxivi va sonliq ma'lumotini turg'izish hozir bizning planimiz. Endi har qaysi davlat rayonlarining amaliy ahvoli va sharoiti haqida muhojirlar qo'llanmasini tayyorlab, har bir davlatningki shu turayotgan yerlarga sunsak, endi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lamdi, UNHCR bo'lamdi, shular orqali bularning ishini osonlashtirishga tirishyapmiz. Endi yana shu planimiz shu hozircha. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan hem japaliq, hem nihoyatda keng dunyoning hamma yeriga tarqalgan bir xizmat. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultayida ishlaydigan odamning soni cheklik bo'lganligi uchun bo'lib iqtisodiy jihatdagi nurg'un cheklimlar tufaylidan ba'zi xizmatlarni qimmoq nihoyatda tez ham xavfga qaramay qilish kerak. Buning uchun sizlarga apirin aytamiz. Hamda ikkinchi savolga Anvar apandini taklif qildi. O'tgan yildan beri shu bir qism sabablar tufaylidan Turkiyadan Yevropaga siyosiy panohlik tilab keldigan Uyg'urlar yana qaytadan ko'payishga boshladi. Buning ular uchrayotgan masalalar ko'payyapti. Asosli masala hamma odam siyosiy panohlikni bilsa-mu, bu panohlik tartibini biladigan odam ancha jiq emas ekan. Shuning shu siyosiy panohlikning turi, sharti ham buniki shu panohlik tartibi ham buningdagi diqqat qiladigan nuqtalarni bir tushuntirib bersangiz. O'zingiz uzun yilda yoki ham qurultayda ishladingiz, ham shu Germaniya panohlik ishlari markazida ishlayapsiz. Qanday marhamat. Rahmat Baxtiyor apandim savolingiz uchun. Nihoyatda muhim bir savolni o'tirib qo'ydingiz. Bizga shu Yevropa ittifoqiga panohlik tilab kelganlar asosan 3 xil yo'l bilan keladi. Birinchisi quruqlik bilan kelganlar ko'pincha Gretsiya orqali keladi. Ikkinchisi shu tranzit orqali keladi, tranzit yo'li bilan, ya'ni yo'lda aeroplan almashish sababi bilan kelganlar bor. Üçüncü bir xillari bu nihoyatda osonlikni egallaydi. Normal shu Schengen davlatlarininki, ya'ni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan viza olish orqali viza bilan keladi. Bu Gretsiyadan kelganlar, masalan, quruqlikdan kelganlar Dublin shartnomasi bo'yicha
shu davlatga qaytarilish kerak. Ammo quruqlikdan Yevropaga kelganlarning ko'pinchisi asosan Gretsiyadan kelgan bo'lganligi uchun Yevropa ittifoqininki o'zlarininki o'tirib qo'ygan prinsipi bo'yicha panohlik tilab kelganlarning hammasini Gretsiyaning qabul qilib bir taraf qilish imkoniyati bo'lmag'achqa bu G'arbiy Yevropadagi, ya'ni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga tarqatiladi. Bu panohlik tilaguvchilar Yevropa ittifoqiga kelib panohlik tilaganda tuvandagidek 3 xil bosqichni besib o'tish kerak. Birinchisi tizimlatish. Tizimlatgan vaqtida o'zining ism familiyasi, tug'ilgan vaqti, qachon o'z vatanidan yoki yurtidan ayrilganligi, qandash urug' tuqqanlari ichida ayoli kirmaydi yoki yo'ldosh kirmaydi. Ammo ayollik munosabat, ya'ni demokratik davlatlarningki qimmat qarashi bo'yicha eng aqalli oila a'zolari sanalganligi uchun yo'ldoshininki yoki ayolininki tug'ilgan kuni, yil, oy, kun o'rnini aniq deb bilish kerak. Bu tizimlash bosqichi. Tizimlash bosqichidan keyin mayli aeroportda, ya'ni chegirda bo'lsin yoki chegirdan kirib bo'lib panohlik tilaydigan o'ringa tizimlatgan vaqtida nima sababdan mamlakatdan chiqishga sabab bo'lganlik sababini, andan keyin chegirdan chiqqandan keyin qaysi davlatlarda qachondan qachongacha tug'anlik bu jarayoni to'g'risida qisqacha suhbat bo'ldi. Bu ya'ni Xitoy nimada germancha belegon deyildi. Bu intervyu emas. Ya'ni biz Uyg'urchada buni guvohlik suhbatininki tunji qadami. Bu uchurlarni berib bo'lgandan keyin oxirgi qadam guvohlik suhbati. Buni inglizcha intervyu deydi, germancha anyorung deydi, turkcha mahkama deydi. Uyg'urcha buni guvohlik suhbati desak bo'ldi, chunki azaldan Uyg'ur tilida bundaq bir jarayon, bir yangi hukm bo'lg'achqa buni guvohlik suhbati deb olsak bo'ldi. Chunki bu panohlik tilaguvchi ikkinchi bir guvohchi bo'lmagan sharoitda o'zining kechirmishini o'zi so'zlash orqali o'zi guvohchi bo'ladi. Bu shu 3 bosqichni besib o'tdi. Buningda qarindoshlarimizning diqqat qilgan bir muhim nuqtasi Xitoy shu 49-yilga biz tajovuz qilib Xitoy kommunist armiyasi kirgandan tortib hozirgacha elib berayotgan jinoyatlari yoki yo'lga qo'yayotgan siyosatlari biz Uyg'urlarning xalqaro kishilik huquq aktinomasi bo'lsin, Janva aktinomasi bo'lsin, mushu aktinomalardagi barliq prinsiplarga uyg'un va shu kechirmishlarni, shu fojialarni vatanda yashab kelgan bo'lsakmi, ammo buning o'zimiz yashagan shu fojialik kechirmishimizni G'arb ellarininki yuqorida deyilgan aktinomalarning moddalarini o'z davlatlarining asosiy qonuniga madda qilib kirgizilgan. Biz şu öz kechirmishlarimizni deparamaymiz. Masalan, aytaylik, Xitoyninki bizda yo'lga qo'yilayotgan shu ya'ni etnik, ya'ni Uyg'ur bo'lganligimizdan zo'ravonlikqa uchrash, Uyg'ur bo'lganligimizdan bizning iqtisodiy jihatda zo'ravonlikqa uchrash, Uyg'ur bo'lganligimizdan madaniy yo'qotishga uchrash, Uyg'ur bo'lganligimizdan tilimizning kamsitishi, diniy erkinliklarimizning bo'g'ilishi, ya'ni Uyg'urninki eng dastlabda siyosiy kimliksizlashtirish, iqtisodiy jihatda namratlashtirish, madaniyat jihatda madaniyatimizni dafsanda qilish, diniy e'tiqodlarimizni, ya'ni Xitoy o'zi o'tirib qo'yayotgandek Xitoycha islom nazariyasini o'tirib qo'yishdan iborat bir ahmoqonalik bizning diniy e'tiqodimizga nisbatan bir cho'ng haqorat. Andan keyin bo'lib keyingi yillarda yo'lga qo'yilayotgan majburiy nikoh, ayollarni majburiy tug'maslikdan iborat bu irqiy qirg'inchilikninki barliq moddalarga uyg'un keladigan shuni yashavatib turib, shu moddalarni biz shu guvohlik suhbatida panohlik tilab kelgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlat, ya'ni dunyoning nariga boraylik, panohlik tilagandan keyin shu sabablarni o'tirib qo'yib deyolishimiz kerak. Masalan, bizning nurg'un qarindoshlarimiz yuqorida deyilgandek shu shundoq bir besim, zo'ravonlik, fojialik ahvolda yashab turib, keladi keyingi vaqtlarda vatandan bevosita ya'ni g'arb davlatlarida panohlik tilaganlar yo'q, ammo
o'zininki Uyg'ur bo'lganlikdan siyosiy kimligininki, iqtisodiy kimligining, madaniyat, ma'rif kimligining dafsandik uchrash sababidan chet ellarga chiqib o'zininki hayotini kechirish, bilim ilish arzusida chet elga chiqqan Uyg'ur qarindoshlar asosan shu O'rta Sharq islom yo'llaridan keladi. Ular kelib panolik tilaganda asosli zo'r ko'pchiligi panolik tilashdagi sababi vatanda yog'liq chekkizmagan, soqol qo'yg'izmagan, masjidga bog'il qo'ymaydi, namoz o'tigil qo'ymaydi degandek sabablarni ko'rsatadi. Ammo muhim bo'lgan o'zininki irqiy qirg'inchilikdan iborat mushu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki prinsipiga oid o'zining Uyg'ur bo'lganligidan siyosiy jihatda kimliksiz siyosiy kimligininki zo'ravonlik uchirishi, iqtisodiy jihatda zo'ravonlik uchirishi, mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, uninki tilininki ana tilini qo'llanish imkoniyatiniki vatanda boshlang'ichdan tortib oliy maktabgacha ana tilda tarbiya olish imkoniyatining yo'qligi shunchalik badal to'lab oliy maktabni putlagan bo'lsa-mu, Uyg'ur bo'lganlik sababidan xizmatga erisholmaydiganlikdan iborat bu fojiani demay, faqat yog'liq chekkizmidi, namoz o'tigilmidi degandek nayt bir yuzaki bir sababni o'tirib qo'ysa bu to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni panolik tilashdagi yig'inchoqlik vaqtida panolik tilashda shu kelgan davlatda oldi bilan tizimlatish, o'zining shaxsiy uchurlarini nayt to'g'ri berish. Ikkinchisi, chet elga chiqishdagi sabab qaysi davlatlarda bo'lish. Üçüncüsü en mühim sebep yani panolik tilashdagi yani o'zininki guvohligini berish. Bunun da qarindoshlarımızdan bir diqqat qilgan yeri o'zi bilgan tilda, yani albatta har qanday panolik tilaguchi o'z ana tilida guvohlik so'kib berish imkoniyati bo'ladi. Ammo bir qism qarindoshlarimiz Türkçeni yaxshi bilganligi va yoki bo'lmasa bir qism tillarni bilganligi uchun Uyg'ur bo'lmagan yoki bo'lmasa boshqa millatdan bo'lgan Uyg'ur tarjimonlarni ishlatgan. Buningda bizdagi odatga aylangan nurg'un kalimalar bor. Masalan, Urumchida Ardocho deydiganlar bor, Do'nko'rik deydiganlar bor, bizga assimilyatsiya bo'lib ketgan nurg'un tillarni boshqa qarindosh millatlar uning ma'nosini to'g'ri bilmaydi. Demak, nurg'un hukm jihatda ba'zi atalg'ular to'g'ri tarjim qilinmagan. Ammo shu panolik tilguchininki o'zining haq huquqiy ana tilida so'zlash yoki eng mukammal biladigan tilda so'zlash huquq turuqliq bu qarindoshlarimiz bu huquqidan bahramand bo'lishni xohlamaydi. Demak, o'zining ishiga oldi bilan o'zi mas'ul bo'lish kerak. Men bu yerda o'zimniki mushu davlatning qonuni bo'yicha qabul qilinish, qabul qilinmasligi ham mushu bergan guvohligimga bog'liq deydigan qarashni turg'izish kerak. Agar unda qilmagan vaqtida bu shu tarjima nihoyatda muhim o'rinni egallaydi. Ya'ni hukm jihatdagi hal qilg'ish ma'noni ifodalaydi. Unda bo'lganlikdan bu tarjimon ishlatishdimi panolik tilguchilar cho'qim bu o'zining ana tilida guvohlik berish ishiga diqqat qilish kerak. Andan keyin guvohlik bergan vaqtida cho'qim ya'ni shu shaxs kim panolik tilagan bo'lsa, shu shaxs o'zining kechirmishini asosiy o'rin qo'yish kerak. Qandaqdir vatanda Xitoy hukumatı andaq siyosat yurgizyotidi, mandaq zo'ravonlik qilyotidi degan gap asosli salmoqni egallamasdan, balki o'zining kechirmishi asosiy o'rinda turishi kerak. Chunki kim panolik tilagan bo'lsa, shuningki kechirmishi, shuning panolik tilashdagi sababi orqali shu panolik tilagan davlatning xodimlari shuning asosan qabul qiladi yoki rad qiladi. O vatanlik ahvolni deyish ikkinchi o'rin turish kerak. O'zimizning kechirmishi birinchi o'rin turish kerak. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda tafsiliy so'zlab berdingiz. Endi yana bir savolni Mehmet To'xta apandiga qo'yaylik. Ya'ni hozir Yevropaga kelish borgan sari taslishib ketdi. Shunda bo'lishiga qaramay, qarindoshlarimizdan xatarga tavakkul qildiganlarmi nihoyatda jiq, ham uning badalimi intayin eg'ir bo'lyotdi. Ba'zi kishilar o'zi xohlamaydigan davlatlarga berib qoldigan ishlar bor. Ham u yerdan urug' tuqqan yo do'stlari bor boshqa davlatlarga tavakkul qilib ketib, qo'shlab vaqtni isrof qildigan ahvollar bo'lyotdi. O'z borgan yerda turg'izganmay, pushaymon qilib, ya ketanmay, bu yerda bir qiyinchilik bo'lyotdi.
Şoň siz şu kanuni jihatda şunun bilan münasebetlik Dublin kanuni ve onunki tatbiqlanışını bir tushuntirib qo'ysangiz, rahmat. Ko'p rahmat. Aldı bilan ikki so'zligimizning bergan ma'lumotiga, andan keyin Polat qarindishimiz hozir men bilsam shu Taylandda turyapti. Shu Taylanddagi qarindoshlarımizga yordam qilish uchun bir ikki oydan buyon shu yerda oilasidan ayrilib, Polat qarindishimizning bu fidokorligiga shu millatimiz nomidan rahmat aytaman. Endi bu panolanğuchilar, Uyg'ur panolanğuchilar masalasi beshimizni haqiqatan jiq og'ritgan masala. Meningmi beshim kelgan, menmi bir panolanğuchi, bu yerda hammamiz panolanğuchi. Endi shunda turib biz Uyg'urlar ig'izdan anglab olgan gaplarga jiqroq e'tibor berib, rasmiy bu panolanğuchilarning aniqlamasi nima? Davlatlarning panolanğuchilar haqida tutgan siyosati qanday? Qaysi davlat masalan 1951-53'deki Ceneva panolanğuchilar ahdnomasiga qo'l qo'ygan. Andan keyin qaysi davlat 1967-yildagi qo'shimcha protokol bor. Yana qaytirib bermaslik haqida buningga qo'l qo'ygan. Qaysi davlat bu Ceneva ahdnomasini qo'l qo'yish bilan birga özlerinin parlamentinden ötküzüp resmi işki kanunun bir kısmıga aylandırgan degandek bu kanuni näselerde bizden qarindaşlarımız birisi ma'lumot bo'lishni xolamaydi. İkinciden ve köngel bilmeydi. Halbuki insanın hayatıga eng ta'sir qiladigan näselermiş kanuni näseler. Bayatın siz degandek Mesela Avrupa Birliği'de Schengen vizesi var. Schengen vizesi degan gap Avrupa Birliği a'zo davlatlar o'rtasidagi o'rtaq viza. Yani şu Avrupa Birliği'ne a'zo bir davlatdan viza olsa, şu Schengen rayoniga vizasiz boradi degan gap. Ananda yana birisi Avrupa Birliği davlatlari ichida Dublin to'xtamnomasi bor. Bu Dublin to'xtamnomasi Avrupaga kelib panolanğuchilarning panoligini qaysi davlat qarab chiqadi deganni belgilagan bir to'xtamnoma. Ya'ni men bir Pokistondan aeroplanga o'tirib, İtaliyaga kelib, İtaliyani men yaratmay, Norvegiyaga berib, Norvegiyada panolik tilasam, Norvegiya meni İtaliya qaytirib berdi. Çünkü men birinci qadam basgan davlat Avrupa Birliği tabiligida İtaliya bo'lgani uchun aldı bilan sening bu diloringni İtaliya bir taraf qilish kerak deydi. Yani şunu o'xshash hammamiz bilamiz, Bulgariyada 5 qarindashimizning dardini yamanjiq tatdik. Çünkü bu qarindoshlarimiz Turkiyadan o'tgan, Bulgariya Avrupa Birliği'ne a'zo davlat. Bu qarindoshlarimiz Bulgariyaga berib panolik tiligi unamagan. Ben Bulgariyada kalmayman. Maksat ben Bulgariyada kalmayman, başka devlet gitmem. Tamam sen onu arzu kılsa, lekin Bulgariya Avrupa Birliği a'zo davlat olgachqa bu yerda bir başka Avrupa Birliği bilan tuzilgan bir to'xtamnoma bor, Dublin to'xtamnomasi bor. Bulgariya shu bo'yicha nima qilish kerak? Sen Bulgariyadan başka davlatga borsangmi, bu davlat seni Bulgariyaga qaytirib beradi. Avvalmi shundaq? Şonlaşkı bu qarindaşlarımızda panolik tiligizmay, mushunda qiyin sharoitda eng oxiri Xitoy hukumatı bularni qaytirib olishga tayyor bo'ldi. Bulgariya bularni qaytirib berishga tayyor bo'ldi. Mushunda qiyin sharoitda bularga qayta xizmat ishlab qurultay bularni panolik tilatkizdik. Panolik tilatkizgandan keyin andan keyin bularning panoligi bo'yicha hozir qaytadan bularning rasmiyatlarini Avrupa sotlarga arz qilish orqali bir taraf qilyapmiz. Shuningdek, shu rasmiyatni bilmaslikning jiq o'ynagan roli bor. Hamda panolik masalasi haqida men qisqacha shuni bir deb qo'yay. Bu panolik masalasi davlat hal qilgan masala, xalqaro qonunga chetiladigan masala, xalqaro ehtinomlarga chetiladigan masala. Shunda bo'lg'achqa qarindoshlarimiz bir vaqt chiqarib, ama Enver Efendi chiqargan bir qo'llanma var, bizning chiqargan 86 betlik qo'llanma var. Shu hammasi Uyg'ur konizigida chiqarilgan, panolanğuchining aniqlamasi, materiallarni qanday tayyorlash, qaysi davlatlarda qanday imkoniyatlar bor, hammasi shu yerda bayon qilingan. Hatto hikoya qismini qanday yozishgacha shaxsiy bayonlarni, nimalarga diqqat qilish. Onunla yamancık vaqt sarf qilgan, biz 2-3 oydak vaqt sarf qilgan. Biz qarindoshlar foydalansın deb. Qarindoshlar buni bir o'qib beqish kerak. Anadan keyin shuni esida tutish kerak. Yani men Uyg'ur panolanğuchi, men vatanimdan qochib chiqdim degan bilan bir odam panolanğuchi bo'lmaydi.
bu adamni panolanguchi deb qabul qiladigan ya shu salohiyatni beradigan salohiyatlik organlar var. Bu devletler ve devletlerden teşkillengen çoğun teşkilatlar, mesela Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Muhacirlar Komitesi degandek. Bula sen panolanguchi ekansan degan guvohnamani bergandan keyin o shaxs panolanguchi bo'ladi. Qo'lida shunda panolanguchi bo'lmagan kishi doim xiyim xatar ostida bo'lgan bo'ldi. Ma nimam yo'qolib ketdi mening? Surat yo'qolib ketib qoldi. Vaqt pek uzun bo'lgandan keyin yo'qolib ketgan o'xshaydi. Ben hemen maşında op kaldım. Şonlaşka qarindoshlarni biroz material ko'rgani yaxshi deb shuni tavsiya qilaman. Bo'lapmi shu muhojirlarning 5 turli sharti, qaysi kishining muhojir bo'lish haqida belgilangan 5 o'lcham bor. Birisi irqiy jihatdan jazolangan, ya'ni hokim millat jihatdan irqiy rang tufaylidan jazolangan bo'lish kerak yoki shunda jazo ushish ehtimoli kuchli bo'lgan bo'lish kerak. Ikkinchidan bir millatning etnik kelib chiqishi, ya'ni Uyg'ur, ya'ni boshqa millatdan kelib chiqish sababidan bo'lgan bo'lish kerak. Uchinchidan siyosiy ko'z qarash sababidan, to'rtinchidan diniy e'tiqodi sababidan, beshinchidan har xil o'zi tava bo'lgan urf-odat, an'ana, qabilaviy odatlar va bizda bo'lmagan. Shular sabab masalan Uyg'urlardagi g'ulji mashrablar, anandagi Uyg'ur xattotligi, Uyg'ur binokorligi degandek mush kasbni qilganlarni nurg'ulur jazolandi. Demek, muşundak 5 sebep tüpeyleden hakim millet tarafından cezalandığın ve nişan kılıp erhil insani bulmagan muamelege düşer bulduğun kişiler panalanğuchi namızatığı kirdi. Hem de şu nimeni materyal tayarlaganda mı? Bu şu 5'nin hemmisini özüge tadbiqlash kerak emas. Bu 5 amilning birasiga şunu tadbiqlasa şu yeterlik bo'ladi. Men misha to'xtab turay. Köpten köp rahmat, nayt yaxshi so'zlab berdingiz. Dimsin mishadik eng muhim bir narsa nurg'un odamlar boshqalarning og'zidagi gapga materialga qaraganda bakroq ishonadigan bir ahvol bor bizda. Dunyo Uyg'ur qurultayining tuzgan nurg'un materiallar bor, BDT'ning bor, boshqalar hamda hozir Google tarjimonasi orqali bir qism materiallarni herhalde yaxshi ko'gil bo'ldi. Shuning bir ish qilganda, shuning bilan munosabatli materiallarni ko'rishni qat'iy unutmasak yoki bo'lmasa shuning bilan munosabatli kishilardan so'rab, shu kasbning egisi orqali uchurga erishsak, hargizmi ko'chib borgan yoki uningdan buningdan anglab olgan gaplarga ishinib shubhat qilib nurg'un Uyg'urlar o'zining turmushiga nurg'un qiyinchiliklarni keltirib oldi. Şunun material görüşke yani bir narsani qo'shib qo'yay, Baxtiyor apanda. Bir narsa va isim keldi sizning gapingizda. Masalan biz Turkiyadan nurg'un qarindoshlar materialni topshirdi 11800. 12 har birisini kompyuterga kirgizib chiqsak 3200 qolganlar hammasi qaytlangan uchur bo'ldi. Bu 3200 ning ichida ba'zi qarindoshlar o'zlari xalab bizga guvohlik yo'llabdi. Men menda kelib chiqishim, kechirmishim deb. Shu kechirmishlar qarasak 80% iqtisodiy omil. Xitoy menga ish bermadi. Men Turkiyada qiynalib qoldim, vatanda qiynalib qoldim degan gap. Bu ish topolmagan avval Kanadadami bor. İşsizlik ya Norvegiyadami bor, Germaniyadami bor. Qiyinchilik tortadigan uysizlar mishadimi bor. Iqtisodiy jihatdan sizning qiynalib qolganingiz bir davlatning sizga panohlik berishiga ya ish chaqirishiga sabab bo'ladigan omil emas. Eng muhimi siz shu o'zingizda bor bo'lgan bo'libmi insan hakları universal bayonnomasida bir insonda yaratılışdan bor bo'lgan haq-huquqlaringiz. Bu haq-huquq deganda siyosiy haq-huquq, diniy haq-huquq, milliy kimlik, ayrımçılıkka uchramaslik deb qatorliq shuna haq-huquqlar qanday dafsanda qilindi. Shu dafsanda qilingan bo'lg'achqa hakim millat tarafidan siz shu dafsandishga uchragan bo'lg'achqa qandaq jazolarga yo'liqdingiz va ya yo'liqsiz. Manasını birinci o'rin qo'yish kerak. Turkiyadan yo'llangan narsalar hammasi unda ba'zi foydali uçurlar var. To'liq tarjima qilaylik desak, ya'ni berib taqildigini men 5 bola bilan qiynalib qoldim yoki iqtisodiy jihatdan kirimim yo'q. Ya bu narsa bir davlatning bir insonni qabul qilishdagi sabab bo'lmaydi. Bir inson madem qiynalib qolibdi, baqayda bir insonni bir davlatdan bir davlatga ekanmaydi. Bir davlat
faqat xalqaro ehtinomiga qo'l qo'ygani uchun o'z ustiga olgan mas'uliyat doirasida men masalan Kanada Jeneva ehtinomisiga imzo qo'ygan bu ehtinom bo'yicha irqiy, siyosiy, diniy, milliy va ba'zi urf-odat nuqtasidan şu hakim millet tarafından zulüm asıda kalganlarga yardım kılış mening mas'uliyetim var. Ma kişi del şu kategoriye düşüdüken men bunun yardım kılay dep özünün mas'uliyetini icra kıldıgan şu kategoriye düşüş gerek. Onun içinde iqtisadi amil yok. Bir adam makansız kaptı, ya bir adam iqtisadi jihatdan qiyinlik kaptı, ya bir adam işsiz kaptı. Onun o işsiz adamlar yamancı, qiyinlik qalgan adamlar yamancı. Şonlaşqa qarindaşlarımız qayt deydiganimiz hukumni bilish kerak. Konsept deydi, Türkçe kavram deydi, iniqlimini bilish kerak, tayyorlangan materialni shu jihatdan o'qish kerak. Ko'pdan ko'p rahmat. Bu nihoyat yaxshi tushuntirish bo'ldi. Hamda yana bir savolimizni Po'lat apandidan so'raylik. Siz muhojirlar komitetining bundan keyingi xizmat planlarini qanday qaysi jihatda xizmatinglarni yoki diqqatinglarni markazlashtirishni o'ylashyapsizlar? Bu to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz, chunki bu haqiqatan biz o'ylasak muhojirlar masalasi degan bilan kundan kunga yangiliklar chiqib ketyapti. Uning ustiga ayni vaqtda vatandan chiqadigan muhojirlar hozir Yevropaga, Amerikaga, Turkiya, O'rta Osiyo yoki Arab O'rta Sharqdan kelyapti. Siz mush to'g'riliq bir tushuncha bersangiz rahmat. Rahmat. Biz muhojirlar komitetidan biz komitet a'zolari o'zimiz muzokiralashdik. Ham onundan sirt Dunyo qurultiyi muhojirlar komitetining o'zining nizomnomasidami bor bu narsalar. Buni hamda ya'ni biz sal ixchamlashtirib, sal ko'paytib degandek narsalarni ham suhbatlashdik. Buningda bizning qildigan planlarimiz shu muhojirlarningki dünya miqyosida yashayotgan Sharq Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq hammasiningki arxivdan turg'izib, buningga sonliq ma'lumot ilishimiz bak zarur bo'lyapti. Onun ustiga andin bu biz bir necha kategoriyaga bo'lishni o'ylayapmiz. Ham o'ylab shu bo'yicha ish qilyapmiz. Buningda hamda xavf ostida qolgan eng jiddiy ahvollarni birinchi o'ringa qo'yib, endi 1, 2, 3 deb bu necha turga bo'lib, jiddiy bo'lganlarnikini jiddiy tutish qilib, qolganlarini sal keyniga qo'yib, endi qilmaymiz emas, cho'qim hammani qilyapmiz. Qilgan bilan shu kategoriya bo'yicha ish qilyapmiz. Endi bu muhojirlarning ishi dastlabda o'zingizmi so'zlab o'tib ketdingiz. Bizningki shu mayli dunyo qurultiyi bo'lsin yoki boshqa tashkilotlar bo'lsin, hamma shu chet ellarda yashayotgan Uyg'ur musofirlarningki hammamizning beshini og'ritayotgan, ham vaqtimizni yeyotgan, ham iqtisod jihatdan kuch sarf qilayotgan bir ish bo'lyapti bizningki. Hozirning o'zida degan bu necha minglagan, necha yuz minglagan dollarlar xarjlanyapti shunga. Ana ustiga biz buni xarjlamayli, qilmayli desak, ba'zida amal yo'q ekan. Endi buni dunyoga davron salayli desak, biz davron sevatsak, Xitoy bilsalar, birinchi bo'lib shu biz qilamiz degan, bo'pmi dunyo qurultiyi qilaman degan ishga birinchi bo'lib ular qo'l soladi ekan. Endi ularning ishi tas bo'ladi ekan. Shunga biz ko'p vaqtlarda u ishlarni ochiq oshkora deyolmayapmiz. Chiq vaqtlarda biz hammamiz o'zimiz aramizda maslahatlashib tegishli yerlarga sunyapmiz. Hem shular orqali bir ishlarni qilyapmiz. Allohga shukr, bu ishlarimiz hali yaxshi ketyapti, aloqalashayotgan odamlar bilan yaxshi ketyapti. Shunga bizningki shu UNHCR deymiz, shularningki bilan aloqalashib, ya'ni munosabatli tashkilotlar bor, ular bilan hammasi bilan maslahatlashib, hamkorlashyapmiz. Hem davlatlarniki parlament odamlari bilan, hukumatlar bilan hammasi bilan hamkorlashib, ba'zi shu ishlarni qilib beramiz deganlarga shularga yolvorib ishlarni bitiryapmiz. Ko'p vaqtlarda ishimiz o'ngga tortib ketyapti hozirning o'zida. Lekin ba'zida Abay Mehmet To'xta apandi deganga o'xshash, ba'zida bizningki yozgan tarixiy deymiz, u bir nimalar to'liq bo'lmagandan keyin biz bu odamniki bir yerga ko'chman bo'lib yoki iltijo qilib qatnashishiga oshib bir narsalarni bak to'sqinlik qilyapti. Andin yana bir narsa shu bizningki muhojirda
özüne panohlik tilayman deganlar, ba'zilari bizga balkim bu Xitoy qo'rqoq sevayotganmi men bilmadim. Bir-biriga ishonmaydigan bir qanday alomatlar borchu. Ba'zida biz tarixini bergin, u bu desak, u o'zining tarixini berishdan qo'rqudi ekan ba'zida. U o'zining tarixini bermagandan keyin biz kimga deymiz buni? Kim deb bir narsa qilamiz. Shunday qilibmi hozir Taylanddagi bolalarni hozir Taylandda 54 bor. İki bomba gumandori qolgan 52si shu nimadan chegirdan nima bo'lib qonunsiz kirgan degan jinoyat bilan tutilganlar emas. Shularning orasidami men narsalarni yig'dik biz tarixini arxivlashtirdik. Ularning orasida 54 asli. Hamda ikisininkini sal tasavvur ular harbiy turmusida bo'lgandan keyin ular bilan aloqalashish, ularning qo'lida telefon yo'q. Faqatla advokat orqali ba'zida ulardan azroq ushur ola olamiz. Qolganlariniki mana 52sidan hozir aran 44ninki azroq arxivini yig'ildi. Qolgan yana qanchasiniki 10ninki yo'q desak bo'ladi. Shunga o'xshash ba'sun ma'nosini desak, dastlabda berishdan qo'rqibdi. Hozir ularda aloqa qilish quroli bo'lmagandan keyin, bular bizga aloqa qilinmagandan keyin hozir ular texnik tasvir ketdi. Hozir ololmayotimiz, beraman desimi biz ololmayotimiz hozir shunday. Lekin shuning amalini qilyapmiz. Endi buningda endi dunyoviy qurultiy bo'lsin yoki muhojirlar komiteti dunyoviy qurultiyning ostidagi. Endi buningga iqtisod nimasi bu bak muhim bo'lyapti-ku. Shunga bu iqtisodmi bizniki eng ko'p iqtisod ketayotgan shu muhojirlarning ishi bo'lyapti. Buningga endi shu tegishli yerlardan biz shu amal bo'lsa shu iqtisod azroq yig'ib, endi bu narsalarni hal qilishga tirishyapmiz. Bu iqtisodni hal qilyapman. Hal qilyapmiz ham. Mayli chet ellik do'stlar bo'lsin, mayli boshqa shu yordam qiladigan tashkilotlar bo'lsin, shular orqali ishlarni qilyapmiz. Asosligi endi shu har qaysi davlat rayonlarniki amaliy ahvol sharoitiga qarab bizniki bu muhojirlarniki ishlarini shu yerlik turish yuani ofislariga ular bilan aloqalashib qanday yordamlar kerak, andan keyin o'tganda mening bilishimcha Kanadada iqtisod depozit qo'ysa, onunga ko'chman bo'lib berish imkoniyati bor ekan degan shu yo'llarni izlayapmiz. Bo'lsa shundaq bir shu qarindoshlarimizni qutqizib chiqish bizningki eng chong planimiz hozircha shu. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Xizmatinglar texmi o'ngishli bo'lishini umid qilamiz. Haqiqatan tez xizmat. Hamda yana bir masalani Anvar Ahmad apandidan so'raylik. Degandek bu siyosiy panohlik masalasi nihoyatda tez murakkab xizmatga. Siyosiy panohlik yo'lim bir xatarlik yo'l. Meningki bilishimcha mendan burun kelganlar hatto piyoda chegaralardan atlab hayotini xavfiga qaramay turmalarda yetib bir necha yerda solinib 2-3 yil ketadigan ahvollarni men jiqonlagan bizdan burun kelgan cho'nglardan. Bu ham panohlik tilguchi bilan uning oilasiga bir tavakkilchilik bo'ldiki, hozirning o'zidim shundoq. Ham bu ba'zida bu panohlikningki jarayoniga nihoyat uzun vaqt ketadi. Masalan, men 17 oy saqlagan. Shunga shu siyosiy panohlik tilguchilar siyosiy panohlik tilab panohlik rasmiy qabul bo'lguncha qandaq bir ideviy tayyorlikda bo'lish kerak. Mush to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz, shuni ham ro'yi jihatda ham boshqa tayyorliklarda qanday bir tayyorlik qilib kelish kerak Yevropaga. Rahmat. Rahmat savolingiz uchun Baxtiyor apandim. Ben bu savolga javob berish uchun yuqorida Mehmet To'xta qarindoshimiz nihoyat muhim bir nuqtani istorlab o'tdi. Men shuning bir qo'shimcha qilsam. Yani bizning qarindoshlarimiz o'zining kambag'allik sababini deydi, ammo kambag'al bo'lib qolishdanki shu Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarningki yani etnik jihatdan siyosiy kimliksizlashtirish
iqtisodiy jihatda zo'ravonlikqa uchrashdan iborat bu nuqtani tushunmaganda yoki shuningga sal qaragan. Agar u Xitoydan ko'chib kelgan, shu shinglisini tinib kelgan Xitoylar hozir keyingi vaqtlarda biz vatandagi vaqtlarimizdami nurg'un terilg'u yerlarning egisi, nurg'un o'ziminning egalari bo'lib ketgan. Bizning qarindoshlarimiz nimdab shuncha farzandlik bo'lib, shu zaminninki shu boylikqa to'lgan zaminning egisi turib kambag'al bo'lib ketdi. Buning sababini Xitoy kommunist hukumatidan iborat bu hukumatdan izlamay, sababni albatta bu hukum jihatdagi nuqtani aniq tushuntirib deyilish kerak. Yana birisi bu Dublin shartnomasi, ya'ni 2002-2003 yillarda imzolangan Dublin shartnomasi 1-2da Mehmet To'xta efendim yuqorida obdan o'tirib qo'ydi. Buningda diqqat qilgan ikkili masala bu Yevropa ittifoqiga a'zo demokratik davlatlarga panohlik tilab kelganlar asosan, ya'ni yuqorida deb o'tdim 3 xil yo'l. Ammo ko'pincha quruqlik yo'li bilan va dengiz yo'li bilan keladi. Quruqlik yo'li bilan kelganlar cho'qim Gretsiyadan o'tib keladi. Gretsiyaninki Yevropa ittifoqiga kelgan barliq ko'chmanlarni qabul qilish imkoniyati yo'q. Bu jihatda Yevropa ittifoqininki o'zining ichida qonun emas, ammo prinsip belgilagan. Bu prinsip bo'yicha Gretsiyaga kelgan Uyg'urlarniki cho'qim Gretsiyada qolib qolishi shart emas. Su yo'li bilan kelganlar asosan Italiyaga keladi. Italiyaga kelganlar bor. Italiyaning bu ko'chmanlarninki su yo'li bilan kelgan barliq ko'chmanlarni qabul qilish, bartaraf qilish imkoniyati yo'q. Buning uchun o'sha Italiya bilan Gretsiyaga kelganlar barmoq izlari bo'lgan bo'lsa-mu, Dublin shartnomasi bo'yicha ya'ni Dublin shartnomasining ro'yi bo'yicha tunji demokratik davlatga qadam bosgan odam shu davlatda panohlik iltimosini sunish kerak. Qandaqdir tanlab, izlab, o'zi yaxshi ko'radigan, tonish bilishtirib va taraqqiy qilgan davlatlarga panohlik tilash Dublin shartnomasining ro'yiga xilof. Uning uchun bu faqatlam Gretsiya bilan nimani Italiyani o'z ichiga olmaydi. Ammo u Dublin shartnomasini butunlay inkor qilganlik emas, bu Yevropa ittifoqininki keyingi vaqtlarda bo'lib 2015-16 yillari millionlab kelgan ko'chmanlar siyosatga qarata belgilab chiqqan prinsip. Bundan boshqa diqqat qilishga tegishli yana bir shartnoma bor. Dublin Eurodac deydi. Bu Eurodac degani shu ko'chmanlarninki Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda panohlik tilab, agar salomatlik jihatda bir og'ir masala bo'lgan bo'lsa yoki bir yuqumli kasal bo'lgan bo'lsa, bu jihatda Yevropa ittifoqidagi a'zo davlatlar o'zaro uchur almashtirish shartnomasi bo'ladi. Bu shartnomaga cho'qim har kim panohlik tilguchi imzo qo'yish kerak. İmza qo'yishga sizni tavsiya etadi, ammo imzo qo'ymaslikmi haqqingiz bor. Ammo u sizning majburiyatingiz. Siz panohlik tilagandan keyin panohlik tilagan davlatninki panohlik tilashga oid xizmatlariga moslashish majburiyatimiz bo'ladi. U imzo qo'ymadik degan gap, u majburiyatni ado qilmadik degan gap, u vaqtida panohlik tilagan davlatninki shu xizmatchilariga hurmatsizlik qilgan bo'ladi. Endi savolingizga kelsak, bizningki Yevropada nurg'un davlatlardan kelayotgan qarindoshlarimiz va men oldi bilan shuni eskartib qo'yay, biz panohlik tilab kelgan davlatlarning qonuniga mushada boj topshirib ishlagan qarindoshlarimiz boj topshirib ishlayotgan mushu davlatning xalqlariga aqalli bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan bir hurmat bildirishimiz kerak. Chunki bir siyosiy panohlik tilguchi panohlik tilagan kundan boshlab uning 5 xil chiqimini hukumat ko'tardi. Buningda ya'ni ishsizlik straxovaniyasi, davolanish straxovaniyasi, andan keyin pensiya straxovaniyasi, pensiyaga chiqsa sanatoriyada davolanadigan chiqimidan iborat shu 5 xil chiqimni hukumat avtomatik to'liqlab mangdi. Yani bir aylık çıkımı bir panohlik tilguchininki 1200 euro atrofida. Uningki kunlik turmush xarajatlari yetib qo'yayotgan turalg'i o'rinlari bo'lib, hukumat ya'ni Germaniya 1200 euro atrofida chiqim bo'ladi. Bu chiqimni ya'ni shu Yevropa ittifoqidagi
baş topshirib ishlayotganlarning chiqimidan ya'ni davlat g'aznasidan chiqim qilinadi, hech qanday qimmat yaratmaydi. Bu millatlarninki bu saxovatiga aqalli bir hurmatimizni bildirishimiz kerak. Hamda panolik tilash, ya'ni shu guvohlik suhbatiga riyosatchilik qiladiganlarninki ikki xil salohiyat bo'ladi. Birisi birlarininki o'zining kasbiy xarakteri panolik, ya'ni panolik tilguchi bilan bo'lgan bu suhbatga riyosatchilik qilish ham riyosatchilik bu jarayonni aniq yezib bo'lgandan keyin uning nisbatan qaror chiqarib rad qilish, qabul qilish salohiyatini hozirlaganlar. Bundaqlar bilan o'tkazilgan guvohlik suhbatininki natijasi tezroq chiqadi. Chunki ya'ni bir riyosatchi haftada 2 diloga qarab chiqish vaqti bo'ladi. Chunki bular nihoyat mas'uliyatchan, ya'ni har bir millatninki, har bir territoriyadan kelgan kasbiy xodimlar ilib bordi bu riyosatchilikni guvohlik suhbatida. Bular shu davlatninki ahvolini boshqalar qarag'anda nihoyat mukammal bilgan, Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, Uyg'urning ahvolida atrofliq ma'lumoti bo'lganlar riyosatchilik qiladi. Ham bu guvohlik suhbatida o'tirib qo'yilgan, ya'ni panolik tilashdagi sabablarni yuqorida Mehmet To'xti apandim nihoyat yaxshi sharhlab o'tdi. O'tirib qo'yganga o'xshash Janva aktinomasi bo'lsin, kishilik huquq xitobnomasi bo'lsin, shu xalqarodagi shu aktinomalarni shu demokratik davlatlar o'zlarining asosiy qonuniga qabul qilib, panolik tiluvchilar qonuni qilib bekitgan. Shu qonunga tushadigan 4 og'iz gapni deya olishimiz kerak. Biz shu irqiy qirg'inchilik deymiz. Irqiy qirg'inchilikni yashab o'tib turib, xudo yuqorida Mehmet efendim degandek iqtisodiy masalani ko'rsatamiz. Bu iqtisodninki Xitoy hukumatininki zo'ravonlik tufayli kelib chiqqanini demaymiz biz. Bundaq demasak, bular palcha emas. Uyg'ur debli kelsak, xo'sh keldingiz deb qabul qilmaydi. Shularning shu kishilik huquq, ya'ni shu irqiy qirg'inchilik, panolik tilguchilarga oid qonun moddalarining ma'lum paragraflariga uyg'un bo'lgan bo'lishi kerak. Bular qabul qismi shunda qonun moddalariga tayinib turib qabul qildi, rad qismi shuningga tayinib shuni asos qilib turib rad qildi. Yana bir ahvolda uning uchun biz o'zimizningki panolik tilash shu guvohligimizni hozirlashda materiallarni atrofliq ko'rishimiz, atrofliq o'zimizning ishiga o'zimiz mas'uliyatchanlik bilan muomala qilishimiz kerak. Ikkinchi bir xilsi bu intervyu, ya'ni bu deyilayotgan guvohlik suhbatidagi yana bir xil uzrab ketish ahvoli mavjud. Buningda hamda bu guvohlik suhbatini, ya'ni bu intervyuga riyosatchilik qilgan odamniki faqat riyosatchilik qilib bu jarayonni protokol shaklida qonuniy moddalarga tushirib yezish salohiyati va ammo qonuniy jihatdan qaror chiqarish, qabul qilish yoki rad qilish salohiyati yo'q. Buni har qaysi davlatlarningki panolik tilguchilarning ishlarini bartaraf qilish markaziga yo'llagandan keyin u yerdagi bir kollegiya bu protokolni ko'rib chiqib qabul qismi shu davlatning asos qonun moddalariga tayinib qabul qildi, qabul qilmasimi shuningga tayinib rad qildi. Buning uchun bir qism qarindoshlarningki bu guvohlik suhbatininki javobi, ya'ni qabul bo'lish yoki rad bo'lish javobininki uzrab ketishdagi sababning birisi shu. Yana birisi bir qism qarindoshlarimiz nihoyatda savrchan, savrlik emas, nihoyatda aldirab ketdi-da. Buningki uzrab ketishdagi sabab yana shu panolik tilguchininki panolik tilashdagi sabablarininki aniqsiz bo'lganligidan bu ahvol so'zilib ketayotgan ahvol bor. Nima uchun degan vaqtida 2016-yilga deyman, Germaniyadan bir qarindoshimizni Germaniya hukumati qaytarib o'tdi. Bu qandaqdir Germaniyaning qonuniga asosan qaytarilib ketish masalasi emas. O qarindoshimiz Myunxen shahrida yashagan, panolik iltimosini sungan, ammo panolik iltimosi qabul bo'lish jarayonida bu hukumat o'rinlashtirgan yadimi tumagan arliqda bu xat federal hukumatdan xat keldi. Kuchurlar keldi. Uningga vaqtida javob qilishimiz kerak, inkos qaytarishimiz kerak.
bu qarindishimiz shu qurultayga 1 kilometr kelmaydigan bir yerda xizmat qilgan, hukumat o'rlashtirgan yerdami turmagan, hukumatdan rad qilish, ya'ni qabulini qayli qilarlik bo'lmaganlik sababdan sening iltimosingni rad qildik. Seninki 2 hafta vaqting bor, 2 hafta jarayonida advokat tutib, advokat orqali yuqori darajali sud mahkamasiga arz qilsang bo'ladi degan qarorni ivatgan federal hukumat. Ammo bu qarindishimiz o xatni pisand qilmagan, o xatni yangi ruxsat yugandan keyin 2 haftadan keyin yana bu federal hukumat bizningki bu javobimizga inkas qaytarmaganlikdan o qaytib ketishni xohlagan deb qaror chiqardi. O qarordan keyin saqchi u odamni nada bo'lsa Germaniya tuprog'ida tepib, davlatiga yo'l qo'yib qo'yishga mas'ul. Qonuniy tartib shunday bo'ladi. O qarindishimiz 1 kilometr kelmaydigan Dünya Uyg'ur qurultayining ishxonasiga kirib, "Ma nima xatga qanday qilaman" desa, Dünya Uyg'ur qurultayidagilar yugurib bu ishni hal qilib, advokat tutib, bu ish to'xtab qolgan bo'ladi. Bu qarindishimiz o'zining bu ishiga nisbatan nihoyatda mas'uliyatsiz muomalada bo'lganlikdan o qarindishimiz qaytarilib ketdi. Buningda Dünya Uyg'ur qurultayininki hech qanday sabablik yo'q. Ayni vaqtda bütün dunyodagi Uyg'urlar, chet ellik Uyg'urlar Dünya Uyg'ur qurultayini til haqoratga ko'mibdi. Biz oldi bilan o'zimizning ishini bir mas'uliyatchanlik bilan pozitsiya tutishimiz kerak. Aslında xatlar kelsa, Yevropa İttifaqı a'zo Gollandiya bo'lamdi, Fransiya bo'lamdi, hozir mukammal tili bor, shu sohada xizmat qiladigan nurg'un qarindoshlarimiz va ular hech qaysi yoqtirmaydi. Ammo biz panolik nurg'un qarindoshlarimiz shundaqki o'zining panolik tilganligini yushirib, Uyg'ur jamoati, Uyg'ur tashkilotlaridan o'zini qochirib yashaydi. Hatta demokratik deyilayotgan shundaq davlatlarda Xitoyninki shu sho'lisidan qo'rqib shunday yashaydi. Bu meni nihoyatda afsuslantirdi-da endi. Hattoki men shu Yevropaga kelgan 20 necha yildan ortiq vaqtdan buyon 20 mingdan ortiq shu intervyuda tarjimon bo'ldim. Federal hukumatda bo'lsin, federal saqchida bo'lsin. Hatto bir qarindishimiz Frankfurt aydirumga panolik tilab kelib, panolik rasmiyatida yuqorida deyilgan uchurlarni berishing kerak. Tug'ilgan vaqtdan, kimliging, vatandagi chetga chiqish sabablar degan vaqtida qo'rqib ketib panolik aydirumning o'zida panolik tilash iltimosini yondirib oldi. Federal saqchi dediki, sen panolik iltimosingni sunsang, chunki Uyg'urlarning ahvolini keyingi vaqtlarda bilamiz. Panolik tilash salohiyati beriladi, sana chegirdan normal kirish imkoniyati bo'ladi. Qolgan ishlar federal hukumatning ishi, chunki biz federal saqchi panolik iltimosiga mas'ul emas, chegirdan kirgizishga mas'ul. Agar sen panolik iltimosingni yondirib olsang, Germaniya chegarasiga qonunsiz kirishga uringan jinoyati bilan 400 qancha euro jarima to'laysa, andan keyin qaysi davlatdan kelgan bo'lsang, shu davlatga qaytarib o'tamiz dedi. O qarindishimiz O'rta Sharqdagi bir davlatdan kelgan, ashunda qaytarilib ketdi. Buning uchun Xitoydan hozirgacha bir umid kutadigan, Xitoydan hozirgacha bir qo'rqib yashaydigan qarindoshlarimiz bir oz jur'atli bo'layli. Demokratik davlatlar kelgandan keyin o'zimizning kimligini unutmayli. O'sha demokratik davlatlarda tashkilotlarimiz, vatanparvar qarindoshlarimiz, yangi panolik, siyosiy panolik tilab kelgan qarindoshlarimizga qo'lidan kelishicha yordamini aymaydi va yordam qilib turyapmiz. Ama özümüz cüretlik bo'lmasak, özümüzün ishiga mas'ul bo'lmasak, özümüz qiyinchilik qilamiz. Masalan, bir qism qarindoshlarimiz mush Yevropa ellariga kelgandan keyin bu yerninki havo klimati va yoki qisqa muddatlik bo'lib shu koronavirusga o'tirib chiqqandan keyin shu karantin masalasida bir yerdan bir yerda 2 hafta karantin qilish, andan keyin yana bir yerga borgandan keyin karantin qilish bilan qarindoshlarimizningki shu hukumatningki qarori yoki shu intervyuga o'rlashtirish ishi keyin surilyapti. Endi bu dunyoviy bo'hron. Buningga hammamiz duch kelyapmiz. Bu shunday sharoitda qaytib ketamiz, bu yer kam sakoptika deb nurg'un pushaymonlarni qilayotganlar bor. Ammo kelajagini o'ylamaydi. Bu bir davlat, ya'ni Germaniya 1200 eurodek bu yerda 1 soat ishlab boqmagan odam uchun o'zi işsizlik strahvaniyasi, pensiya maaşı, pensiyaga chiqqan vaqtida sanatoriyada yotadigan puli, davolanish puli, hattoki kasal bo'lib qolgan sharoitda
million euro ketishdan qat'iy nazar bu hukumat shu istirahxona puli bilan shu chiqim bilan davolaydigan shunday imkoniyat bo'lsa shu imkoniyatlarga ya'ni shu davlatning shu imtiyozlariga hurmat qilmaslik bizdagi qaysi imonga qaysi uyg'urlik axloqqa to'g'ri keldi bu to'g'rida so'zlasak to'g'ri bo'lmaydi. Agar qaytib ketadigan qarindoshlarimiz bo'lsa Germaniyada Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda 1300 euro qadar pul berdi sizga. Siz mishada tilingizni chiqarib bir xizmat tepib o'zingizning jinni o'zingiz qamdig'ichilik hukumat sizga shunchalik iqtisodiy jihatdan siyosiy jihatdan har qaysi jihatdan yordam qiladigan turg'uliq siz shu ozroq qiyinchilikdan bardosh berolmay ozroq qiyinchilikni o'zingizga besim qilib qaytib ketaman deb shu atrofingizda yashayotgan qarindoshlaringizni tashkilotlarimizga shunday besim qilsangiz qiyinchilik tug'dirsangiz menimcha biz uyg'urlik axloqiga to'g'ri kelmaydi deb qarayman. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan hozirgacha keyingi vaqtlarda kelganlarning ichida tashkilotlardan qochib yurgan, o'zining kimligini bildirishni xohlamaydigan, shundaqla ketma deb turayotgan, plan qilayotganlar har qaysi davlatlarda borga qaraganda o'xshash. Bu bir masala, bir odamning ketishi balkim uning bilan ketmaydi, atrofdagilarga ularningki hamda Yevropadagi bir odamninki nemisi bilan boshqa kollektivga ta'sir etmaydi. Lekin odam qilgandan bu masalalarni boshqalarga og'ir salbiy ta'sir beradigan ahvollar bo'lish ehtimolligini yuqori albatta. Hamda yana Mehmet To'xta apandiga kelaylik. Shu g'arb davlatlarida asosan hammasida siyosiy panohlik berish tuzumi bor. Lekin bu Yevropa bilan Amerika, Kanadaning bu tarafdagi qonunlar ancha o'xshab ketmaydi ki. Shunga siz bu jihatda so'rayotganlar jiq bo'ldi keyingi vaqtlarda. Shunga siz mush tarafdagi o'xshashliklar ham o'xshamaydigan taraflarni bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Ko'p rahmat. Qarindoshlardan uzr tilayman. Men mashina qo'l telefonim bilan qatnashganim uchun ba'zi qulaysizliklar bo'layotdi, uni his qilyapman. Endi masualmi muhim savol. Bu panohlik ishlari eng oxiri kelganda konkretni ma'lum bir davlat tarafidan ilib berildi. Ya'ni Ceneva ahdinomasi umum bir ahdinom bo'lgan bilan uning qo'l qo'ygan davlatlar shu ahdinomini o'zining davlatining amaliy ahvoliga moslashtirib chiqargan u ahdinomidagi moddalarni qanday ijro qilish haqida chiqargan belgilamalar bor. Shu belgilama shuning munosabat qonunlar bilan ma'lumdir. Mening his qilganimcha bu bir qancha narsalarda asosan butun dunyodagi mush g'arb davlatlarida bu panohlik ishlarini bir taraf qilish ya qabul qilishdagi o'lchamlarda o'xshashlikka ega. Masalan, Ceneva ahdinomasining 5 sharti qandaq odamning panohlanguchi bo'lish ekanligiga qaratilgan 5 turli o'lcham bor. U o'lcham bütün şu Ceneva ahdinomasining qabul qilgan davlatlar o'rtaq uni shu o'lcham deb qabul qiladi. Yani aniqlamani. Endi bu aniqlamani qabul qilgandan keyin masalan Baxtiyor Ömer mush aniqlamadagi muhojirlarga nimasiga aniqlamasiga tushamdi deb konkretni bir savolni bir taraf qilishda o'z davlatining qo'ygan ichki belgilamalari va qonunlari va uning bo'yicha ijro qildi. O Ceneva ahdinomasi faqat umumiy prinsipni belgilagan bilan shu prinsip bo'yicha ma'lum shaxsning panohlanguchi yoki emasligini belgilashda konkret ahvolni davlatlar o'zining ishki qonuni bo'yicha bir taraf qildi. Hamda Amerikada masalan hamma shtatlarda o'xshash bo'lishi notayin, lekin sotchilarda bu ko'chmanlik ishi bu federalning xizmati. Men bir qancha qarindoshlarning panohlik ishlariga Amerikadagi vaqtimda tarjimon bo'lib kirganda, masalan sotchini aytib qattiq bir odamning bir og'iz gapini tutib olsa, sen yolg'on gap qilding, sening ishonchlik darajang to'van, shunlashqa deb rad qilgan ahvollarni ko'rdim men. Yevropadami bu masala nayt ig'aramda. Nayt deyilgan gap bilan, so'ralgan savolga berilgan javoblar bilan shu suhbat uchun yoki panohlik tilashning asosini yozgandagi yozma materialning o'xshashligiga bo'lgan talab nayt yuqori. U Kanadadami shunday. Ya'ni bir odamning panohligiga qabul qilganda ya qarab chiqqanda sotchining hukm berishdan burun qaraydigan ikki narsasi bor. Hech bo'lmasa Kanadada. Birisi bu adam kim o?
degan savolga javob tepish kerak. Ya'ni bu odam Uyg'urmi? Ya'ni qo'lida Xitoyning pasporti bo'lgan odamning hammasi Uyg'ur emas. Qo'lida Xitoy kimligi bo'lgan odamning hammasi Uyg'ur emas. Chunki Xitoyning har bir millat qarata tutgan siyosati o'xshash emas. Ya'ni musulmon degan bilan Xitoyning Tunganga tutgan siyosati bilan shu musulmon Uyg'ur tutgan siyosati o'xshamaydi. Shunlashqa bir panoligini qabul qilish yoki rad qilish qarori vergan sotchi bu odamning kimligini bekitish kerak. Buni identity establishment deydi inglizcha. Shunlashqa panolanuvchi kishi o'zining kimligini to'liq sharhlash kerak. Men Uyg'ur yo men musulmon deb shu narsa aniq qilish kerak va o'zining Uyg'urligini ifodalaydiganmi shu paketlarni cho'qim yanada saqlash kerak. Ikkinchisi credibility deydi inglizcha. Bu odamlar degan gaplar ishonchlikmi? Ya'ni mundaqcha aytganda bu odam rost gap qilyapti degan narsa. Yozma shakllik materialni topshirgandan keyin uni rasyalligini nim qilish uchun yoki burungi tajribalari bo'yicha yoki o'zlari egallagan ahvollar bo'yicha ba'zi konkret savollarni so'raydi. Ba'zi insonlar yozganda bir narsa yozib, so'ragan savolga boshqa ketib qoldi. Yoki yozgan narsadan chiqib ketib, men bilimdorlik qilaman, bilarmanlik qilaman deb ko'p narsani so'zlab, hikoyasini sirtiga chiqdi. Chiqayotgandan keyin so'raydigan savollarni hikoyasini sirtiga chiqdi. Chunki ish kontroldan chiqib, bu odamning ishi uma cho'p ketadi. Shunlashqa hikoyani puxta yozish kerak va hikoyada ching turish kerak, hikoyaning doirasida qilish kerak. Shu berilgan savollarga shu hikoyaning mazmuniga xos birdaglik holda javob berish kerak. Biz tayyorlagan qo'llanmada hikoyani qanday yozish haqida bir o'rnak bor. Qarindoshlar shuni nim qilib baqsa bo'ladi, ko'rib baqsa bo'ladi. U yerda qaysi masalalarga diqqat qilish. Anadan keyin bu qarindoshlarning panolikda mayli Amerikada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, eng muhim diqqat qiladigan narsa ko'chlarda eqib yurgan gap bo'lsa, Uyg'urlar desang avtomatik qabul qiladi deydigan. Men undaq ishni ko'rib baqmadim. Qonunda undaq bir atalg'i yo'q. Chunki panolik shaxsiy bo'ldi. Yani İngilizce case by case deydi o. Her bir adamның nimisiga qarab buludu. Keçirmişi qarab buludu. O öyle ki toptan satıdığı olma emas. Mehmet Tohta panalanıqçı iken, yani muhacirken, Mehmet Tohta Uygurken, onda hem Uygur panalanıqçı degen xulas çıkmaydı. Hem bir panalanğıcı özünün panalanğıcıga bo'lgan salohiyatini isbotlashga va isbotlashga munosabatlik dalillarni ko'rsatishga, shu dalil va yozma material bilan o'z haqida qaror beradigan sotchini qoyil qilishga majbur. Shunlashqa bu yerda Uyg'ur tashkilotlari dunyoning hamma yerida nayt yaxshi ishlayotdi. Uning gap yo'q. Onun ustiga bu panalanish ishlarmi davlatlarda belgilik sistemaga o'ltadi. Uningda gap yo'q. Bu yerdagi masala ba'zi qarindoshlarning asosiy iqimdagi mushlarga yordam qilayotgan yillardan bir untinsiz bekorlik o'zining vaqti bilan fidokorlik bilan xolisona yordam qilayotgan qarindoshlarni birga qarab qo'yib, hech kim bilmasin deb xato yo'l kirib ketishi hozirgi ba'zi ko'plab masalalarning chiqishiga sabab bo'lgan omillarning birisi. Shunlashqa buningda elga kirsang elingcha, suvga kirsang belingcha deb shu bilgan odam bilan Qur'oni Karimning emri va bilmaganlaringlarni bilganlardan so'ranglar. Bilganlardan so'rab ish qilish kerak, to'g'risini qilish kerak. Endi bu masala haqida biroz yetarli tushuncha bor mencha. Bu qarindoshlarimiz ba'zi vaqtda joyillik qildi. Eng muhim bo'lgan masala qarindoshlarga shuni eskartmoqchi. Biz hozir Uyg'urlarga milliy qirg'inchilik bo'layotadi. Shunlashqa biz Uyg'urlarni nega vasak panolanuvchi yoki refugee yoki muhojir deb qabul qilamiz deb Onu biraz nim bo'lish kerak. Chunki bu shu panolanuvchilik qaror vergan sotchilar bildi ki bizning vatanda Xitoyning statistiki bo'yicha 12 million Uyg'ur var. 12 million Uyg'urning hammasi turmada emas. 12 millionning hammasi lagerda emas. 12 millionning hammasimi qiyin qisloqda emas, ko'chalarda erkin yurayotganlarmi bor. Shunlashqa, ya'ni biz panolanuvchi o'zimizni shu aşılardan farqlantirishda bizning farqimiz nima? Shunlashqa bu ish shaxsiy kechirmish ko'rib taqildi bayatin Anvar apandim o'tirib qo'ydi. Shunlashqa umumiy vaziyat faqat sening shaxsiy kechirmishingni isbotlashga va uni qo'llashga foydasi va eng muhimi shu Xitoyning siyosatidan
sen kandak ziyan tattın, kandak ziyan gördün ve kandak şu siyasetlerin kurbanı buldun. Konkret ne? Mesela Xitay bizge zulüm kıldı deyiştin onağa. Xitay dadamni maaş için 5 ay turmak solap koydu bekalık dese şu Xitayning zulüm kılganligini göstürdü. İkinciden abi şahsi buldu. Men Xitayning ma sebepten meni turmaga selishi yoki jazolashini ansirab yutumdan butun narslarimni tashlab qochib chiqdim desam shaxsiy hikoya bo'ldi. Ammo buni hammani umumizlik vaziyatga bog'labla Xitoy hozir shunday vahshiy Xitoy eskilik qilib butun Uyg'urlarni o'qilib degan bilan sotchining eng oxir so'raydigan savoli sanga nim bo'ldi degan savolni so'raydi. Xitoyning eskiligini bilamiz, shuna qilayotganligini bilamiz, lekin sana nim bo'ldi. Şunlaşka qarindoshlar buni shaxsiylashtirish kerak. Hikoyalarini, bayonlarini anadagi hozir oz bo'lsa ham Uyg'urcha materiallar bo'lgan shuni ko'rish kerak. Kerak bo'lsa bir yerga berishdan burun ishonchlik o'zlari ishongan qarindoshlardan maslahat so'rash kerak. Anadagi eng muhimi tavakkulchilikni oz qilish kerak. Marrakeş'te kardeşimiz İdris Hasan'ın işini hazır bütün kurultay çapa bulup hazır Birleşken Devletler Teşkilatı, Amerika, Avrupa Birliği ve Kanada'dan başlayıp ömür devletler aralışmadı ama sotның hükmü oğaçka Marrakeş'te şu padişahdan başka hiç kim sotның hükmünü üzgertenmeydiğen bu oğaçka aşağıda sıkılıp kalırlar. Bir taraftan Xitayna besin var. Haraplı turuglu Xitay. Yani bir taraftan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın çıksaldı Dünya Uyghur Kurultayı. Komiteye Against Torture'da böyle kıyınkısına karşı turuş komiteti mahsus. Marrakeş şu komitinin ehtinamısına imza koyduğun için sen ma ehtinamı imza koyduğun ma İdris Hasan'ı kaytursan bu adam kıyınkısına kuşuraydı. Bunu kayturmaysa da sotun hükmü olsun anı hazırlık toxtup turuglu. Lekin bu hakkında bir tekşürüş oladı. Ta ki tekşürüşünün neticesi çıkmak için bu işler mi şimdi bizim işimizni mi kıyıllaştırdı? Şunun okşaş, dünyanın bir yerlerine berip vay men bunda ap kaldım da video çıkargım bilen Amerika bazı devletler bazıları yardım kıldı. Hemişe o işler akmaydı. Şunlaşka xeyim xatar meselesi de biraz onu oylaş gerek. Anadan keyin devletlerin Xitoy bilan bo'lgan munosabatga dikkat qilish kerak. Mana shu muhojirlar ishida eng muhim qiyinchilik Xitoydan bak o'zimizga keltirgan qiyinchilik bo'layotidir. Turkiyadan shunchalar qarindoshlarning yo'lini mangimiz deb Kanada parlamentida qaror chiqarg'izdik. Amerika hozir qonun chiqarish oldida turdi. Bu bir kunda bo'ladigan ishlar emas. Bu tashkilot davlat emas. Bir teşkilatının bir 3-4 ming adamning ismini yozib qo'ygan bilan avtomatik bo'ladigan bir mushka kirgizilmaydi bu davlatlar gibi kimligini turg'izmay turib, bütün ahvolni bilmay turib. Mushundaq ahvolda ba'zi ishlar Uyg'urlarning shunday kuchi oz, ta'siri oz turib, shu parlamentlarda shu Uyg'urlar haqida qarorlar chiqyapti. Buni ijro qilish kerak. Hozir koronavirusda Xitoy hukumatlarning xizmatlarida ostilashog'ini hammamiz bilamiz. Şu salomatlikdan boshqa ishlar biraz tuptusun deb kechiktirganligini taxmin qilishimiz kerak. Bu asosli davlatlarda bu ishlar tüp yıldızdan hal qilish uchun nimalar bo'layotidi? Shunlashqa ko'chadagi gaplarga e'tibor qilmaslik kerak. Qarindoshlarning bizga bergan uchuri Xitoy talab qilgan uchurlar emas. Bu uçurlarının hemmisini Xitoy şu qarindoshlarga bergan kimlik ma'lumotlari, pasportlari, uçurlar hemmisi Xitoyning arxivida allaqachon bor narsalar. Shunlashqa, elqa ko'chalarda gap taqatganlarga bunda bir aqlli bo'lish kerak. Ya mening bu diplomamni Xitoy bergan, bu pasportimni, bu kimligimni Xitoy bergan, hamda bu uçurlardan Xitoy nima deb foydalandi? Bizden uçuramızmı Xitoyda bu uçurlar bor. Shunlashqa bayatına nima deb ketdi Polat. Kimlik yoki shaxsiy uchur bo'lmasdan masalan Kanada parlamentiga berib men voy Turkiyada 10 ming Uyg'ur bor ekan, manchilik Uyg'ur bor ekan desam bu sonni ifodalaydi. Ko'rdinglarmi mandaq Uyg'ur mana avvalo ma'lum desam, ma bir paketni ifodalaydi. Hech qanday inson mavhum son bilan ish qilmaydi. Bugun Kanada parlamentida shu qaror o'tgan bo'lsa, ash qarindoshlarning uchurlarini shu hukumatga berish orqali bo'lgan. Shunlashqa qarindoshlar yana o'zining uchurlarini shu qurultaylik ishonchli organlarga ta'minlash kerak. Arxivlashtirilishi kerak. Har qanday bir mushundaq tashkilot va bir davlat o'ziga tabi fuqarolarning uchurlarini egallaydi, shu bo'yicha siyosat belgilaydi, shu bo'yicha yo'l mangadi. Qarindoshlar bu haqida qurultayga %100 ishonish kerak, chunki bu ishni qilganlar hayotini o'tirib qo'yib, o'sha qarindoshlarning manfaati uchun xizmat qilayotganlar, xolisona xizmat qilayotganlar. Bizning bundan oldiga hech qanday foydamiz yo'q.
hiçbir faydamız yok, ziynimiz var. Özümüzden yancıqıdan, özümüzden vaqtidan, özümüzden ailesidan fidakarlık kılıp durup, muş kırındaşlarını birsin bolsa, muş kıyınçılıktan kurtulsun dep kılıvatkan insanlar, Allah rızalığı için kılıvatkan insanlar. Şonlaşka bunu biraz itibar qilish kerak. Biraz uzartıp koydum, kapılmaysınlar. Köptün rahmet. Umumyüzlük yaxshi so'zlab berdingiz. Hamda abay biz deb o'tdik. İki qitim shu muhojirlar qo'llanmasi tuzilganda biz programmamizniki oxirida shu YouTube'dagi programmaning oxirgi bu 2 yil qo'llanmaniki torbat adresini kirgizib qo'yamiz. Xohlaganlar shu yerdan ko'rsa bo'ldi. Hamda bu muhojirlar masalasi bir ikki qitimliq suhbatda cevap berip bulalaydigan bir oddiy bir mesele emas. Abay deyishgandek nihoyatda keng ketgan bütün dunyoda hamma yerda hozir Uyg'urlar bor. Bir odamning hikoyasi bilan bir odamniki o'xshamaydi. O'xshash yerdan kelib o'xshash davlatga kirgan bo'lsin, ikkisining masalasi ikki xil chiqadigan ahvollar bo'ldi. Shunga eng muhimi o'zimizning kimligini, nerdan kelganini, nima iltimos qildiganligimizni to'g'ri bir ochiq shaklda bildirish eng muhim deb o'ylayman. Bizning ayni vaqtda shunday qilgan programmamizni 1 soatdan eshib ketibdi. Qimmatli vaqtinglarni chiqarib programmamizni. Ben qisqa bir nuqtani eslatib qo'ysam, Baxtiyor albatta afandim. bo'ldi. Albatta bo'ldi. Ma'qul. Nayt qisqa. Ben bu Avrupa İttifaqıga a'zo davlatlar kelgan qarindoshlarımga demakchi, panolik tilash degan gap bir insonningki ya shu shaxsning hayoti xatarga uchrab, hayotini qutqarish uchun keladi degan gap. Demak, mushundaq bir prinsip, mushundaq bir davlatlarningki qabul qilgan qonuni bo'lg'achqa, havo yo'li bilan kelganlar oldi bilan shu aerodromda panolik tilsa, bu eng to'g'risi shu. Havo yo'li bilan kelganlar. Quruqluq yo'li bilan keldiganlar shu o'zi kelmoqchi bo'lgan, panolik tilmoqchi bo'lgan davlatlar balkim to'nishlari bo'lishi mumkin, balkim urug' tuqqanlari bo'lishi mumkin. U mehmondorchilik o'ynab, cho'lishdak kelgan vaqtida 4-5 kun o'tkazib yetib, anandan keyin panolik tilsa, abay yuqorida degandek u hayotini qutqizish emas, qandaqdir bu odamning hayotininki xatar aslida emasligidan iborat muhim yoki muhim emaslikka o'zi sabab bo'ladi degan gap. Biz yaqinda bo'ldi, 2 haftaning oldida bir qarindoshimiz kelib, vizasi bor, viza bilan kelgan panolik tilash uchun. Yuqorida deb o'tgandek u viza bo'lish muhim emas, viza elishdagi sababni aniq tushuntirib, panolik sababini o'tirib qo'ysa, chegirda hal bo'ladi. Qonunliq chegirdan kirgandan keyin panolik tilaydigan yerga o'rnashtirildi. Nurg'un avarchilikdan xoli bo'ldi. Bu qarindoshimiz chegirdan o'tib, anandan keyin aylanib bir muncha chiqim bo'lib, u yerni izlab nurg'un qarindoshlarimizni, tashkilotlarimizni avariq qilishdan iborat mushundaq bir ko'ngilsizlikdan xoli bo'lgan bo'ldi. Uning uchun havo yo'lidan kirgan bo'lsa, aerodromning o'zida quruqlikdan kirgan bo'lsa, kirgan kuni kech ulamda bu demokratik davlatlarda bexatarlik saqchi organlari 24 soat ishlaydi. Hatto ko'chada ketayotgan saqchi mashinasini to'sib ben panolik tilayman desam o rasmiyat bejirildi degan. Buning uchun shu tartibga diqqat qilsak, behuda chiqim bo'lishdan, behuda avorchilik bo'lishdan saqlansak. Rahmat. Ko'p rahmat. Nihoyatda yaxshi tushuntirish bo'ldi, qo'shimcha. Undaq bo'lsa, shuning bilan suhbatimizni oxirlashtiraylik. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishni va hambarlikni unutib qolmasligini umid qilamiz. Aziz mehmonlarimizning qimmatli vaqtiga bugungi suhbatimizning ma'nili o'tdi deb qarayman. Buningga rahmat. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat. Xo'sh. Allohga omonat. Allohga omonat. Xo'sh, Allohga omonat. Rahmat.